Всем привет! Мы находимся в Израиле, город Иерусалим. Всем христианам желаю счастья, добра, здоровья и желаю побывать в храм Гроб Господне. Самое святое место для христианов. Хотя бы один раз в жизни. Но у меня менталитет, национальность, религия другое. Но хотелось вам такой сделать видео. Не знаю, насколько хорошо получилось у меня видео. Ну, очень хотелось сделать такой красивый видосик. Спасибо за внимание. Добро. Salom do'stlar. Biz Isroil davlati Yerusalimdamiz va hozir sizlarga xristianlarning eng muqaddas joyi Храм Гроб Господня deb yozishgan. Endi o'zbekcha переводini bilmadim. Sizlarga shuni ko'rsataman. Mana shunaqa yo'laklar orqali borishadi. Oldingi safar kelganimda shu yerda bir arab yigit bolasi menda qahva, suvlar bilan mehmon qiluvdi. Telefonimni ham shu yerda zaryadga qo'yib oldim. Mana shu bola bo'lsa kerak. Hozir buni yoniga ham boramiz. Bu yoqqa kirib sizga videolatib chiqaman. Mana buning tashqi ko'rinishi. Hozir qurilish jarayonlari ketyapti. Hozir ichkariga kirib ko'ramiz. Ichkariga kirganingizda mana shunaqa ko'rinishga ega. Let me show you guys a little bit and then you can walk around. So payg'ambarimiz qochga qo'yishgan va qochni tushirishgan joylari tosh ustiga qo'yishadi va mana shunaqa g'ormi endi bu toshlik orasiga qo'yishadi. Shu toshning xristianlar uchun o'ta muqaddas kamin pomazoniya deyishadi. Originali buni pastida turadi, buni o'zi ustiga qo'yishgan o'zlari. Adashmasam shunaqa deb eshitdim. Ben kishini Ariol Reshkada ko'rganman, musulmon bo'lishi kerak. Men eshikni ochib yopadigan 8 yilmi 9 yil oldin chiqqan kim eslagan bo'lsa ko'rish mumkin Ariol Reshkada. Bu yerda mana pожертвование qilishyapti, shamlar yoqishib. Xristian dinida tushunchami yo'q, ozgina bor. Shunaqa. Bu yer ham shu qanaqadir muqaddas joy bo'ladi. Kim bo'lsa kommentariyada yozib keting. Do'stlar, o'zi primo efir qilmoqchi edim. Hozir bu yerda aloqa yaxshi emas, ya'ni antenna yaxshi emasligi uchun video olib qo'yapman. Mana shunaqa ko'rinishga ega Храм Гроб Господня yo'ldan nur tushib turar ekan yaqqol ustiga. Bu ham qanaqadir bizgacha qiladi. Yani oldin rosa o'chirit bo'ladi. Bugun o'chirit kam ekan. Men yakshanba kuni keldim oldin. Mana shu yerda to'la o'chirit edi. Bu videolari bor agar Provinsiyalar kanalimda birinchi olgan videolar. Shortga qo'yishmayapti o'zligimizda. Hozir ichkariga kirib, ichkarini ham qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'taman. Bularda ham avrat yopish kerak ekan. No video. Finish. Do'stlar, hozir ichkariga ham kirib chiqdik. Ichkarida video olish mumkin emas ekan. Qo'ldan kelgancha ozgina kesib video oldik. Bir qiziqroq bo'lsin dedik. Bu video bu tarafdagi go'zalliklar. Kim xristian dinini yaxshi tushunsa, kommentariyada yozishingiz mumkin. Bu qanaqa joyligini. Shunaqa. Shunaqa rekonstruksiya ishlari ketyapti. Mana shunaqa qilib polirovka va tozalash ishlarini, kaltalash ishlarini ketyapti. Shunaqa hozir bu tarafdagi go'zalliklarni ko'ramiz. Hamma toshlarning raqamlari bor, o'zining joylari bor shekilli-da, adashib ketmaslik uchun. Bir rekonstruksiya qilib qo'yishadi-da. Mana shunaqa. Rossiyaning gerbiga o'xshar ekan. Chiroqlar yongan. Shunaqa.
joylar o'zi 4-5 davlatga bo'lingan bo'lsa kerak qism qilib. No speaking. Bu qanaqa joyligini kommentariyada yozib ketinglar. Shunaqa. Zinadan tepaga chiqib ko'ramiz. Mashina. Ibodatlar qilishyapti. Yana rohat. Bu yerda ham sharomlar yoqishyapti. Ehson qo'yildi. Bu tarafni mana ограждение yopib qo'yishibdi. Ular bilan kirish mumkin emas shekilli. Hozir aylanib pastdan tushamiz. Ko'p faqat inglizchada gapirar ekan. Bu yerda ham ibodat qilishyapti. Bu ayol endi Maryam onamizning ko'rinishida haykal bo'lsa kerak. Maryam Iso payg'ambar. Bu yerda ham rasmlar ko'rsatilgan. Aslida nasroniy ayollarning kiyinishi ham mana shunaqa bo'lsa kerak. Ya'ni oyog'i yopiq. Shunaqa uzun ko'ylaklar, ro'mollarda. Do'stlar, mikrofonim borligi ham sal yoddan ko'tarilibdi. Hozir endi mikrofon bilan zvuklarni yozishga urinib ko'ramiz. Qanaqa yaxshilik chiqar ekan, qanaqa kачественный chiqar ekan. Hozir ketdik, videoni boshlaymiz. Hozir mikrofonga gapirib ketyapman. Olimni tuzuk ishlatishni ham bilmayman bunaqa. DJI Mic Mini. Yashil yonyapti, ishlayapti demak. Do'stlar, bizda sarguzashtlar davom etadi. Bosh kiyimimni yechib qo'ydim, ya'ni mana shunaqa kirganda bosh kiyimni yechib qo'yish kerak ekan, ya'ni hurmat yuzasidan yechib qo'ydik. Endi sarguzashtlar davom etamiz. Bu yerda ham mana shunaqa rasmlar, kimki tarixni biladigan bo'lsa hozir pastga tushyapmiz. Bu yerda ham mana shunaqa qochish bor ekan. Ayol kishi quchoqlab turibdi. Ya'ni Iso payg'ambarimizning onasi shekilli. Pastga ham tushib oldik. Bu yerda ham mana xochning rasmi. Bu qanaqadir tosh. Tarixni bilmasang ham qiyin-da. Do'stlar, hozir Aryol Yereshkada chiqqan amakimiz, Vaji amakimiz, ismi Vaji, O'zbekistonga salom yo'llamoqchi.
Vaji Nusebi. Kluše grob da Sponia. Familia Krevait Cerca, Pakalina, Musliman. I'm from Uzbekistan. Salam, Rahmat, Salam alaikum. Thank you very much. Do'stlar, hozir Xramgarab Gospodnagi sarguz shashlarimiz tugadi, xudo xolasa. Mana bu yerda tashqi ko'rinishlari mana shunaqa. Yon tarafida ham mana shunaqa joy bor ekan. Faqat qanaqa joyligini bilmayman. Bu yerda ham ibodat qilishyapti. Mana shunaqa ko'rinishga ega. Bu yerda shunaqa ehsonlar qilishibdi. Mana shunaqa ibodat qiladigan joy. Bu yerda kitob o'qishyapti. Hozir ichkaridan chiqdik. Mana bu joy Iso payg'ambarimizning onasining qabri. Bibi Maryam, ya'ni. Ichkarisi ko'rinadimi, yo'qmi? Mana shunaqa. Ko'rinmadi shekilli. Mana bu joydan Viyadolorostiga chiqib ketadi adashmasam. Shu ko'chadan. Mana bu yerda hojilar turibdi. Bu yerda Iso payg'ambarimizning to'xtagan joyi. 11-joyi adashmasam, 9mi, 11-joyi. Mana shunaqa. Do'stlar, boya aytganimdek, mana bu do'stligimiz Amir. Amir. Assalomu alaykum O'zbekiston. Assalomu alaykum. O'zbekistonga salom yo'llayapti. Hozir ham keldim. Men qahva, suv bilan mehmon qildi. Telefonimda ham shu yerda zaryadkasini to'ldirib oldim. Magaziniga kelishingiz mumkin. Mana shunaqa magazini bor. Kelsangiz o'ta xursand bo'ladi. Mana shunaqa. Har xildagi aksessuarlar bor. Ko'rishingiz mumkin. Shaxmatlar bor. Mana shunaqa go'zallikga ega tasbehlar bor. Kelsangiz o'ta xursand bo'ladi. Ismi Amir. Shu yerlik местный.